Birodarlarim, qabr azobi faqat kofirlarga ekan deb o'ylab qolmaylik. Chunki shunday gunohi kabiralar borki, ularni qilgan kishi uchun qabr azobi va'da qilingan, hatto u musulmon bo'lsa ham. Bu haqida payg'ambarimizdan kelgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Men bir bahaybat kishini ko'rdim. U yerda yotgan bir kishining boshiga katta toshni otib majag'lab tashladi. Keyin tosh dumalab ketdi. Bahaybat kishi esa yana borib tosh olib keldi. Yerda yotganning boshi esa yana o'z holiga qaytib qoldi. Bu hodisa takror va takror bo'laverdi. Keyin farishtalar: Siz ko'rgan yerda yotgan kishi namozni ataylab uxlab qolardi. Shuning uchun Alloh unga shunday qabr azobini berdi deyshti. Aytingchi, bugun qanchadan qancha musulmonlar uxlab qolish tugul umuman namoz o'qimaydilar. Rasululloh davom ettirib aytdilar: Menga bir kishi ko'rsatildi. U o'tirgan bo'lib, orqasida boshqa bir kishi turardi. Orqada turgan kishi o'tirgan kishining yuzini bir qismini og'zi burniga qo'shib temir changak bilan yulib olardi. Ikkinchi qismini yulishga kirishganida esa narigi qismi yana o'z holiga qaytib qolardi. Bu holat ham takror va takror bo'laverdi. Bunday azobga tortilgan kishi kim bilasizmi? U hayotlik chog'ida yolg'on xabarlar tarqatgan, odamlarni g'iybat qilgan. U Twitter, WhatsApp kabi internet tarmoqlarida musulmonlarga o'zi ko'rib eshitmagan narsalarni bo'xton qilardi. Ha, mana shunday kimsa uchun ham azob bor, hatto u musulmon bo'lsa ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shuningdek yana ikki kishini ko'rdilar. Birinchisi sohilda turib, ikkinchisining og'ziga tosh solardi. Ikkinchisi esa og'zidagi toshni qonli daryoning narigi qirg'og'iga suzib borib tashlardi. Bu hodisa ham takrorlanardi. Qonli daryoda u sohildan bu sohilga og'zida tosh tashib yurgan kishi kim bilasizmi? U hayotlik chog'ida ribodan tanavvul qilgan kishidir. Bugun o'zini o'zi bu kredit emas, bu shunchaki arzimagan foizga berilayotgan aksiya deb aldayotgan kishilar bor-ku, ana o'shalar. Nima deb o'ylaysizlar? Riboni orqasidan kun ko'rayotgan kishi shu ishi uchun qiyomat kunigacha azoblanishini o'ylasa, sudxo'rlik qilishda davom etadimi? Allohga qasamki, riboga umuman yaqinlashmaydi. Shuning uchun biz ertaga Robbimizni huzurida turib hisob-kitob qilinishimizni o'ylashimiz kerak. Qabr azobi kishining gunohiga yarasha bo'ladi. Va biz u qancha davom etishini bilmaymiz. Bir necha oy, bir necha yil, hatto qiyomatgacha davom etishi mumkin.